Mirobod Avenue'da joylashgan xonadonimizdan obzor qilib beraman. Birinchi bo'lib to'xtaladigan narsamiz albatta bu tashqi eshik. Juda ham qalin materialdan ishlangan va zamokiga alohida e'tibor bering. Отпечатка bilan ochiladi. Va kirganimizda birinchi bo'lib bizni sanuzel kutib oladi. Bu yerda har bitta detalga nozik did bilan e'tibor berilgan. Ko'rishingiz mumkin, vanna dush kabinasi bilan birga. Undan tashqari shampun va boshqa mahsulotlar qo'yish uchun o'zini polkasi bor. Sanuzelimiz uchun Jabelit va Hansgrohe brendlarining premium mahsulotlarini ishlatdik. Bu jihozlar yillar davomida buzilmay, ishonchli xizmat qila oladi. Endi tashqariga chiqamiz. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Alisa, включи свет. Butun xona omnidom qilingan zvukovoy управление bilan boshqariladi. Parda, lyustra, televizor va hokazo. Kravatini ko'rishingiz mumkin. Duxspalniy katta kravat qo'yilgan, yoniga tumbalari, o'zini chiroyli va svetilniklari o'rnatilgan. Undan tashqari kino ko'rib o'tirish uchun mягкий divanlari va ajoyib kattagina televizor ham. Va albatta kattalar xonasini ichida joylashgan garderobniga kiramiz. Garderobnini ko'rishingiz mumkin, juda ham keng, hamma kiyimlarga joy topiladi. Undan tashqari qimmatbaho aksessuar va buyumlarga ham. Keyingi xonamiz sanuzel. Bu yerda ham umuman premiumlikdan qochilmagan vanna dush kabinasi bilan rakovina bemalol e'tibor berishingiz mumkin. Bu vesivoy hisoblanadi, tegini bemalol artish mumkin. Alohida bunga ham e'tibor berilgan. Bide, unitaz, hamma narsa premium darajada. Alisa, открой штору. Undan tashqari bu spalniyamizning o'zini shaxsiy balkoni ham bor. Keyingi xonamiz oshxona. Ko'rishingiz mumkin, bu oshxonamiz opa-singillarimizning orzusi va ularni hayron qoldirishi aniq. Har bitta detaliga alohida e'tibor berilgan, premiumlikdan umuman qochilmagan, o'rtadagi mana bu orolchaga ham qattiq e'tibor berishingizni so'raymiz. Uni ustidagi lyustra ham o'ziga juda ham yarashib premiumlik darajasini berib turibdi. Bu kuxonniy mebelimizda shkaflar juda ham ko'p. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz pastda idish joylash uchun javonlar. Xohlasangiz tepada va buni tepasida ham bor. Va bu yoqqa bizda mikrovolnovый pech va duxovniy pechlarni joylashtirib berganmiz. Juda ham ajoyib, chiroyli va bu yoqqa isitish sistemasi, отопление kirgan. Kotel va boshqa bo'limlar. Va bu yoqqa keladigan bo'lsak, 4 kishilik shinamgina bejirim stol qo'yilgan. Bu yerda bemalol ovqatlanib, choy ichib, suhbatlashib o'tirsa bo'ladi. Hoffman brendi bilan yillar davomida hamkorlik qilib kelamiz. Shu uchun ham bizga texnikalarni chegirma asosida berishadi. Bu chegirmadan biz aslo foyda ko'rmaymiz, barchasi faqat mijozlarimiz uchun. Stolechnitsiga ishlatilgan toshga bir qarang. Bu oddiy tosh emas, bu eng qattiq, eng bardoshli va eng qimmat toshlardan biri. Oshxonaga blum mexanizmlariga ega Krashenniy MDF mebellarni o'rnatib berdik. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Bu yoqda juda ham ko'p joy olmasligi uchun razvijnoy va juda ham ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan chiroyli razvijnoy eshik qo'yilgan. Bu yoq bo'ladigan bo'lsa zal qismimiz. Bu yoqda ham xuddi shunaqa stol qo'yilgan 6-8 kishilik голосовой управление bilan boshqariladi. Alisa bilan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Xohlasangiz lyustralarni o'chirib yoqasiz, xohlasangiz boshqa svet funksiyalarini va pardalarni ham ochib yopsangiz bo'ladi va bu yerda ham o'zini balkoni mavjud. Va albatta ishdan charchab kelganingizdan keyin bemalol miriqib dam olib televizor ko'rib o'tirishingiz uchun yumshoq mebellar ham qo'yilgan. Va albatta kattagina televizor. Alisa, включи televizor. Endi bo'lsa keyingi xonaga o'tamiz. Bu yoqda детский, ya'ni bolalar xonamiz. Juda ham bejirim 2 kishiga mo'ljallangan. Aynan hozirgi trendda bo'layotgan mokriy asfalt seri ranglardan foydalanilgan va bu yerda o'zida dars stoli bor. Bemalol bu yerda bolalarimiz dars qilsa bo'ladi va mana javonlarga kitob daftarligini bemalol qo'yib qo'yishsa bo'ladi. Svetilnik va bu yerda ham Alisa zvukovoy funksiyalar qo'yilgan. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Bu yer sterilniy xona deb atasa bo'ladi bemalol. Bu yerda kir mashinalar qo'yilgan va kirlarni taxlash uchun joylar ham qo'yilgan, sochuvlar qo'ysa bo'ladi va bu yerda boshqa narsalarni qo'yish uchun shkaflar ham qo'yilgan. Va tepalarda ham tortmalar mavjud. Ikkita kir mashina qo'yilgan, ikkita pozitsiya bo'yicha ishlaydi. Uyimizda to'liq aqlli uy tizimi mavjud. Alisa orqali siz issiq pol, konditsioner, parda, klimat kontrol,
televizor, konverterlarni boshqarishingiz mumkin. Shuningdek, uyning avariya tizimi ham suv oqishi yoki utechkani ham avtomatik kuzatib tura oladi. Ta'mirlash jarayonida biz uy egalariga polni toshdan qilish taklifini berganmiz. Shundan so'ng pol qismida qimmatbaho toshlardan foydalanilgan. Xuddi shu ko'rib turgan uylarni noldan patkulch holatigacha o'zimiz keltirganmiz. Mehnatimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Agarda sizga ham xuddi shunaqa remont xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Sav Building jamoasiga murojaat qiling.